Ustaxona bilan do'kon mendan keyin senga omonat bo'ladi o'g'lim. Omonatga xiyonat qildim dada. Ishonchingizni oqla olmadim. Dada. Dada, yuring, uyga ketamiz. Dada. Dada. Dadajon. Dada. 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 Ashraf Bey. Men keldim, qarang. Xudo xohlasa tuzalib ketasiz. Ko'rmaganday bo'lib oyoqqa turasiz. Do'konni ta'mirlab olamiz. Xuddi avvalgidek hammamiz birga yashaymiz. Xotinim ko'p gapiryapti deb eshitmaganga olib yotibsizmi? Shunday qilayotgan bo'lsangiz o'zingizdan ko'ring. Qirq yil oldin qo'lingizni ilk bor ushlaganimda endi uni sira qo'yib yuborma degandingiz. Qarang, ko'ryapsizmi Ashraf Bey? Qo'lingizdan ushlab turibman. Amringizga itoat qilib. Endi siz ham va'dangizni bajaring. Ko'zlaringizni oching. Qo'llarimni ushlang. Eshityapsizmi? Meni yolg'iz tashlab ketmang, Ashraf Bey. Ko'zlaringizni oching. Keldingmi hali? Xuddi aytganingizdek tunda obyektni yana ko'rib chiqdik. Bizdan keyin Ashraf afandining mazasi qochibdi, kasalxonaga olib ketishibdi. O'libdimi? Yo'q, og'a. Qand miqdori oshib ketibdi. Bir necha kun kasalxonada yotarmish, keyin javob bersa kerak. Darrov o'lib qolsa oson qutuladi. O'lishga shoshmasin. Ko'rguliklari hali ko'p. Bemorni borib
Bir ko'rsak nima deysan Ali? Odam odamga g'animat. Xudoga shukr tuzalib qolibsiz. Bizni rosa qo'rqitib yubordingiz. O'ziga shukr qizim. Ancha yaxshiman. Xudo shifo bersin. Boshingizga katta tashvish tushibdi. Ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin, ko'ngil so'ragani kelgandim. Rahmat o'g'lim. Bu yigit kuyov bo'lsa kerak. Qarang dadasi, qizimizga juda mos ekan. Xudo yomon ko'zdan asrasin. Ovora bo'psiz-da o'g'lim. Ovorasi bor ekanmi? Qarang, juda kelishgan yigit ekan. Muomalasini aytmaysizmi? Ko'ryapsizmi? Ancha tuzalib qopsiz. Aybga buyurmaysiz o'g'lim. Kechagi to'polonlar ta'sirida bo'lsa kerak. Negadir sizni taniy olmadim. Ismingiz nima edi? Ashraf bey meni yaxshi taniydi. Kecha ko'rgandim. O'sha yerda turganding. Noto'g'ri tushunmang degan maqsadda kelgandim. Bu falokatda mendan shubhalanib yurmang degan niyatda. Gumon iymondan ayiradi degan gaplar bor. Vijdonli odam halol rizq manbaiga o't qo'ymaydi. Senda vijdon bormi yo'qmi hali albatta ko'ramiz. Mayli ko'ramiz. Dadamni toliqtirib qo'ymaylik. Gul uchun rahmat. Bu yerga ko'ngil so'rash uchun keldim, kichik xonim. Vaziyat jiddiy. Do'kon yongan. Zarar katta. Tabiiyki endi do'kon emas, kul uyimi. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham katta xarajat qilish kerak. Hammasini yangidan boshlash oson emas albatta. Taklifim hamon o'z kuchida. O'sha yerni menga soting. Sotiladigan joyim yo'q. Xudoga shukr pulga ham muhtoj emasmiz. Bor ko'zimdan yo'qol. Shosha-pisha Istanbulga qochibsan-da. Qochganim yo'q. Hayot shu yerga kelishga majbur qildi. Ehtimol shundaydir. Nega telefonga javob bermayapsan? Kuning bolalarga qoldimi endi? Yo'q, og'a. Nimalar deyapsiz? Bu yerda ahvol sal chatoqroq. Tushunsangiz-chi, siz qo'ng'iroq qilasiz-ku, men javob bermaymanmi? Chakagingni o'chir yaramas. 100 ming liraga tushirib ketding meni. Suvdan quruq chiqmoqchimisan? Pulimni tezroq tayyorla, yo'qsa sen bilan emas, o'sha telefonning egasi bilan hisoblashaman. Ko'rilgan zararni hozir qoplamasangiz, qachon kunimizga yaraysiz? Murodbek, aytayapman-ku, sovuqqonlik oqibatida chiqqan yong'inda zararni qoplolmaymiz. Sug'urta kompaniyalarining nima keragi bor unda? Og'ir kunimizda yaramasangiz. Demak, halol rizq manbai bo'lgan do'kon va ustaxonani o'z qo'limiz bilan yoqib yuboramiz. Unday deyotganim yo'q-ku, Murodbek. Bo'lmasa nima? Zararni qoplamaslik uchun ming bir bahona topyapsiz. Biror gap bo'ldimi? Zararni qoplaysiz. Nima qilasiz, qanday to'laysiz menga baribir. Pulimni bermaguningizcha qo'ymayman. Beyafandi, o'zingizni qo'lingni tort. Tishlaring Murodbek. Qanaqasiga tinchlanay? Zararni qoplaysizmi, yo'qmi? Shuni ochiq ayting. Ming afsus. Merhaba. Seni bulamayacağımızı mı düşünüyordun Cengiz?
Sardar abinin selamı var. Bizimle geliyorsun. Hadi. Xush kelibsiz, dada. Xushvaqt bo'l o'g'lim, o'tir. O'tiraver. Didamni menga bera qoling. Yeng shimarib do'konni tezroq ishga tushirishimiz kerak o'g'lim. Nima gap? Po'latbey bilan uchrashdingmi? Uchrashdim, dada. Hammasi joyida. Sug'urtachi. Ulardan yangilik bormi? Xulosa chiqibdimi? Chiqibdi. Badallarni o'z vaqtida to'laganimiz uchun rahmat aytishdi. Faqat haligi Nima faqat? ozgina kutib turinglar deyishdi. Taxminan 10 kun. Ko'rilgan zararni aniqlab, tovon pulini hisob raqamimizga o'tkazisharmish. Xotirjam bo'ling, dada. Zararni qoplashar ekan. Manavi yerim negadir achishib turgandi. Sug'urta kompaniyasi zararni qoplamasa, nima qilamiz degan xavotirda. Unda holimiz nima kechardi? Unda ham bir yo'lini topardik, dada. Ko'p ham siqilavermang. Buncha zarardan keyin o'nglanib olishimiz qiyin kechardi. Xudoga shukr, hammasi o'tib ketdi. Ko'p ham kuyunavermang. Murat o'g'lim. Negadir xayoling parishon. Yo'qsa sug'urta kompaniyasining zararni qoplashdan xursandmasmisan? Xursandman, dada. Boshim osmonga yetdi. Xo'sh, yong'in nimadan chiqibdi? Anavi yaramasni ishi emasmi? Kenan degan. Yo'q, dada, unga aloqasi yo'q. Nima ekan unda? Yong'in tasodifan chiqqanmish. Yo tavba. Bunaqasi 100 yilda bir bo'ladi. Kenandan bekorga gumonsiragan ekanman. Aldab nima qildim? U odamdan shubhalanmadim desam yolg'on bo'ladi. Jengiz qayerda? Baraka topsin, bugun kasalxonada dadamga yordam berdi. Ancha ko'maklashdi, sog' bo'lsin, to'g'rimi? Bolasi tushmagur, tinch bo'lsin deyish qilib. Hali kessin, mendan ko'radi. Meni noto'g'ri tushundingiz chog'i, Sardor og'a. Nimani noto'g'ri tushunibman? Jengiz, gapir, hamma eshitsin. Sotiladigan o'sha yer bor edi-ku, Xudo haqqi. Yana joningni qanday qutqarishni o'ylayapsanmi, noshud? Senga ishonib, qo'lingga 100 ming lira sanab berdimmi? Berdim. O'shanda nima deganding? Yaxshi joy bor. Qurilish qilsa bo'ladi. Uni sizga sotaman. Egalarini taniyman deding. Bo'nak sifatida mendan 100 ming lira so'rading. Boshqalarni ham rozi qilishga va'da berding. Og'ajon, iltimos, ont ichaman. Afsuski, haligi odamlar sotishga rozi bo'lishmadi. Qo'limdan nima ham kelardi. Jim bo'l. Hech kimni tanimas ekansan-ku, ablah. Buzoqni yugurgani somonxonagacha. Tushunmadim, og'a. Manzilga yetib kelding. Jengiz, seni hozir shu yerda o'ldirsam, hech vaqosiz qolaman, to'g'rimi?
Jengiz yonimda. Ularni kuzatyapman, Sardor og'a. Buyrug'ingizni kutyapman. Qarachi, bu yerda kim bor ekan? O'zim olib boraman. Opajon, shoshmang, bir narsa so'rab olay. Esimdan chiqmasidan. Eshitaman. Bu yerda pochchamni tanish bilishlari bormidi? Sira kimi borligini qayerdan bilay? Bu senga. Bo'ldi, qizaloqni tinch qo'y. Hammasini tushundi. Sardor og'a. Iltimos, bu ikkimizning oramizdagi masala. Qizimni aralashtirmang. Bu ishga oilangni o'zing aralashtirding, Jengiz. Endi mendan xafa bo'lma. Qo'shiqlar tanlovigacha yana qancha vaqtimiz bor? Taxminan 1,5 oy. Bemalol ulgursa bo'larkan. Uydagilardan ham so'rasang bo'lardi. Ruxsat berisharmikan? Bo'pti, so'rayman. Ko'proq mashq qilishimiz kerak. Sharmanda bo'lishni istamayman. Tanishimning qahvaxonasi bor. O'sha yerda mashq qilamiz. So'rab ko'rchi, yarim kunlik ish yo'qmikan mabodo? O'qishdan keyin bajonidil ishlardim. Xo'p. Berji, bobom ruxsat bermaydilar degandim-ku. Senga nima? Ertalabdan beri boshimni qotirasan. Gapni ko'paytirib jahlimni chiqarma. Berji, seni o'ylab gapiryapman. Aql o'rgatib berishing jonimga tegdi. Bo'ldi, qizishmanglar. Bugun kechqurun hamma bittadan qo'shiq o'ylab kelsin. Chunki tanlovda sara qo'shiq bilan qatnashishimiz lozim. Kelishdik, o'ylab ko'raman. Yaxshi taklif. Menga yoqdi. Xo'p. O'sha pulni topib beraman. Yaqinda qaynotamning do'koni yondi. Sug'urta kompaniyasi zararni qoplamoqchi. Qarabsizki, meni ham qo'limga pul tushadi. Senga kim ham pul berardi, noshud? Qizimga tegmang. O'sha pulni sizga topib beraman. Xo'pmi? Borib surishtirchi gapi rostmikan? Xo'p bo'ladi. Bora qol. Sen biroz mehmonimiz bo'lib tur. Shu paytgacha faqat yaxshi gapirdim. Endi qamchiga o'tadigan vaqt keldi, to'g'rimi? Og'a. Ashraf bey, sal qaysarroq, jahldorroq bo'lsangiz ham shu xonadonning ustunisiz. Ustaxona bilan do'konni qayta tiklash zarur. Pul kelishi aniq ekan, ishni boshlasak ham bo'lar. Yangi dastgohlar sotib olishimiz lozim. Shu paytgacha pulimiz yetmay ololmagandik. Qo'ng'iroq qilib gaplashib ko'r. Xo'p, dada, gaplashaman. Hoziroq qo'ng'iroq qil, vaqt o'tmasin. Tayyor bo'lguncha baribir kutishimiz kerak. Dada, bugun kech bo'lib qoldi. Ertaga ertalabdan qo'ng'iroq qilarman. Qarzni foydaga aylantirish mumkin. Hisobimizga pul tushishi bilan dastgohlarning haqqini beramiz, o'g'lim. Xo'p, dada. Shunday qilamiz. Jengizni qidirib ko'raychi. O'zi keladi, ovora bo'lmang, keladi. Biror ish chiqib qolgan bo'lsa kerak, nachora. Yana biroz kutaylik. Yigitlarga qo'ng'iroq qilib, sug'urtachilarning gapini aytay. Ular ham bu yog'i nima bo'larkin deb xavotir olishayotgandi. Og'a, ertaga vaqtli ustaxonaga boraman. Tomlarni birga o'lchaymiz. Rahmat, Orif. Baraka top. Murodbek, aytganimdek, sovuqqonlik oqibatida ro'y bergan yong'indan ko'rilgan zararni qoplolmaymiz.
kasalxonadan chiqdilar. Judayam xursandman. Ashraf amakimga salom aytib qo'y. Ko'ngil so'rab qo'y. Xo'p, aytaman. Mana bu gullar ham senga. Nimalar deyapsan, Melis? Boshimga uramanmi uni? Kimdan kelgani ham noma'lum, ismi yo'q. Demak, pinhona oshig'ing bor. Boshimni qotirma, tashlab yubor. Sal yumshoqroq bo'l, Umid. Iltimos, qo'pollik qilishingdan qo'rqib, oshiqlaring yashirincha guldasta jo'natishadi. Tushunyapsanmi? Senga aytyapman, sal yumshoqroq muomala qil, xo'pmi? Qiz bo'lasan axir. Jilla qursa hech kimga qo'pollik qilma. Tilingga ehtiyot bo'l. Magullarni ol. Melis, Gaplarimni unutma. Hech kimga qo'pollik qilma, xo'pmi? bo'lma degani. Shunaqa yovvoyimanmi? Melis to'g'ri aytdi. Bechora yigitni do'pposlashingga oz qoldi. Tezroq chiqsang-chi. Shoshmay turing. To'g'ri, sal qo'polroqman. Umid? Salom. Bu yoqqa kel, joy bor. Uzr, shu yerdami deysiz? Ko'rmay qolibman. Ashraf afandi qalay? Kasalxonadan chiqdimi? Ha, uyga keldi. Ancha tuzuk. Juda soz. Xudo shifosini bersin. Rahmat. Kenan og'a, yana ozgina muhlat bering. Bilaman, qarzimni to'layman degandim. Afsuski bo'lmadi. Ahvolimdan xabaringiz bor-ku. Gap yo'q oshna. Muammo emas. Ikkimiz ham ishbilarmon odammiz. Bir-birimizni yaxshi bilamiz. Shundaymi, qadrdon? Xuddi shunday og'a. Va'dasida turmagan odamni nima qilishini ham bilasan, to'g'rimi? Bilaman og'a. Yana bir hafta muhlat bering. Qarzimni albatta to'layman. Bir hafta. Bir hafta. Bir haftadan so'ng qarzingni yaqinroq kel. To'lashga so'z berasanmi? Xuddi shunday og'a. Yanagi hafta kelganingda bir qo'l shaxmat o'ynaymiz. Xo'p bo'ladi og'a. Chaqirdingizmi og'a? Senanbek qarzini bir haftadan keyin uzarmish. Tilxat yozdirib ol. Bir haftalik foizini ham qo'sh. Iltimos, rahmingiz kelsin og'a. Xo'p og'a, aytganingizdek qilaman. Darvoqe og'a, guldasta qizning qo'liga tegibdi. Juda soz. Har kuni jo'natib tur. Har kuni. Gap yo'q og'a, ammo sizdanligini yozmayapmiz-ku. Ala. Aytganimni qil. Buyrug'imni bajarsang bo'lgani, xo'pmi? Guldasta uchun rahmat aytsammikan? Yo'q, ismini ham yozmabdi-ku. Ozgina sabr qil, Umid. Birinchi qadamni u qo'ysin. Kimdir gul jo'natibdi, demak oshiq bor. Biroz tabassum qil. Ana shunday, yovvoyi bo'lma. Haligi ustozga rasmlarim yoqibdi. Ha, men ham shuni aytmoqchi edim. Eng yuqori bahoni senga qo'ydi. Rostmi? Ha, faqat bu gap o'rtamizda qolsin, iltimos. Xo'p, xavotirlanmang, hech kimga aytmayman. Yana bir gap. Ertaga o'rtog'im asarlarini namoyish qilayotgandi. Agar vaqting bo'lsa, ko'rgazmaga birga borardik. Yana o'ylab ko'r. Qarshi bo'lmasang albatta. Xo'sh, borasanmi? Yo'q, nega qarshi bo'lar ekanman? Albatta boraman. Unda juda soz. Kelishdik. Aslida unchalik qo'pol qiz emasman. Qayerlarda yuribsiz, Jengiz? Baraka top, o'g'lim. Yaxshi bor. Rahmat, Keriman xola. Ustam omon bo'lsalar bizga kifoya. Murod og'a, ertaga vaqtli boraman.
ertalab qilingan ish barakali bo'ladi. To'g'rimi? Albatta ishlaymiz, Samad. Yaxshi dam ol, bora qol. Samad, to'g'ri uyingga bor. Daydib yurmagin, xo'pmi? Xo'p, usta, qahvaxonaga bormayman. To'g'ri uyga ketaman. Tinchlikmi, Samad? Men rosa qo'rqdim, og'a. Esim chiqib ketdi. Nega qo'rqding, Samad? Tinchlikmi? Yong'in chiqib, do'konimiz yonib ketdi-ku. Shunga rosa qo'rqdim. Siz bo'lmasangiz, Ashraf usta bo'lmasa, menga kim ham ish berardi? Samad, senga o'xshagan mehnatkash odamga hamma yerda ish topiladi. Tushunarlimi? Ha deb siqilaversang yomon bo'ladi. Uyingga borib xotirjam uxla. Ertaga qiladigan ishlarimiz ko'p. Bora qol. Bo'pti usta. Ertalab ko'rishguncha. Xayr, Samad. Haliyam xabar yo'qmi? Ishi chiqib qolgandir, sal turib kelar. Filiz qo'yaver, o'zim yuvaman. Hozir bir pasda bo'laman. O'zim yuvaman deyapman-ku senga. Mayli, ixtiyoring. Balki biror o'rtog'ini ko'rib qolgandir. Dadamni kasalxonada qoldirib, qandaydir o'rtog'i bilan uchrashgani ketgan, shundaymi? Yetmaganiga telefoni ham o'chiq. Senga qo'ng'iroq qilgan odamning raqami qolganmi? Turibdi. Qo'ng'iroq qilchi. Olsa menga ber. Bo'la qol. Bo'ldi, qo'y. Buguncha yetar. Qizing qo'ng'iroq qilyapti. Labbay. Salom. Kecha shu raqamdan qizimga qo'ng'iroq qilgandingiz, Ayshinman. Jengizning xotini. Kecha erim bilan gaplashgandingiz. To'g'ri, Ayshin xonim. Qo'ng'iroq qilganda Jengizning izmirlik o'rtog'iman. O'ziga tusha olmagach qizingizga qo'ng'iroq qilgandim. Tushundim. Jengiz yoningizdami? Yo'q, uni umuman ko'rmadim. Yaxshi. Qizimning telefoniga boshqa qo'ng'iroq qilmang. Nima muammoingiz bo'lsa, Jengiz bilan hal eting. Nima deyapti? Jengiz yonida emasmish. Qora ro'yxatga kiritib qo'y, toki boshqa seni bezovta qilmasin. Bo'la qol. Xo'p. Xotining aqlli ayol ekan, qizingni telefonidan qo'ng'iroq qildi. Nimadir bo'lganini anglagan. Sardor og'a, bu ishni ikkimiz hal qilamiz, xo'pmi? Xotinim bilan qizimga Borib keldingmi? xuddi shunday og'am. Xo'sh, Jengiz aldamabdi. Do'kon rostdan ham yongan ekan. yaxshi. Tushunarli. Jengiz. Senga yana bir hafta muhlat beraman. Hafta oxirigacha pulni tayyorlab qo'y.
Shu telefon orqali gaplashamiz. Bir hafta. Yaxshi. Endi tur, yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Aka. Tuzukmisiz? Ha, Ko'pam siqilavermang. Hammasi izga tushib ketadi. Mana ko'rasiz. nasib etsa singlim. Xudoga shukr. Dadam tuzalib uyga qaytdilar. Hozir pochcham ham kelib qolar. Opam yo'lga ko'z tikib o'tiribdi. Sug'urta idorasi zararni qoplarmish-ku. Asta-sekin oyoqqa turib olamiz. Ko'pam siqilavermang akajon. Iltimos, sal kuling. Qovog'ingizni uymang. Ranjiganingizni ko'rsam yuragim achishib ketadi, bilasiz-ku. Rahmat azizam. Bundan battar narsalarni ham ko'rganmiz. Bunisiga ham chidaymiz. Xudo xohlasa, sizga shunaqa gaplar yarashadi. Qani, tura qoling. Yo'qsa shamollab qolasiz. Yopinchiqni olib tepaga chiq. Hozir men ham boraman. Bo'la qol. Xo'p. Cengiz pochchidan xavotir olma. Albatta keladi. Yo'q, azizam. Xavotir olmayapman. Nega xavotir olay? Yomon xabar bo'lsa allaqachon eshitardik. Dadam doim shunaqa qilib yuradi. Hozir kelib qoladi. Shu yerdamidingiz? Uxlolmadim. Tinchlikmi, Murod? Jengizga biror gap bo'ldimi? Jengizga aloqasi yo'q. Filiz. Men Og'a, borib politsiyaga xabar beraylik. To'g'ri, men ham xavotir ola boshladim. Men ham boraman. Opa, siz shoshmang. Shu yerda kutamiz. O'zlari qidirib ko'rishadi. Bormasam bo'lmaydi, aka. Aysen, Cengiz, senga nima bo'ldi? mashina turtib yubordi. Aysen, ering narigi dunyodan qaytdi. O'g'lim, sizga ichkariga joy solgandim. Mayli. Cengiz, qo'ng'iroq qilib qo'ysang bo'lardi. Hammamiz xavotir oldik. Haligi og'am mashina telefonimni bosib ketdi. Shoshilinchda raqamlarni unutib qo'ydim. Biz ham tursak bo'lardi. Biroz dam olardim. Mayli, ixtiyoringiz, o'g'lim. Bir tola sochini to'kilishiga yo'l qo'ymayman, qizim. Azizam. O'zimni qizim.
Yarim tunda qo'yib yuborishibdi-da. Haligi tez yordamda olib ketishganda, keyin hech qayerim sinmagani bois uyimiz yaqiniga tashlab ketishdi. Boshim qattiq og'riyapti. Og'riq qoldiruvchi dori bersang yaxshi bo'lardi. Agar ovora qilmasam. Yaxshi. Hozir olib kelaman. Rahmat. Kulfat bir kesa qo'shaloq bo'lib kelarkan, shundaymi? Avval do'kon, keyin dadam, Esra. Jengizni yo'q aytmasa ham bo'ladi. Esraga nima bo'ldi? Boshlig'i bilan urushibdi. Qandaydir Kenan degan odam tufayli. Keyin qiziqoqlik qilib, eshikni tars yopib, chiqib ketibdi. Nachora. Nima bo'lsa yaxshilikka. Jilla qursa siz xush xabar bilan keldingiz, aka. Ha. Akajon, biz ketyapmiz. Dedam uxlab qoldi. Ishdan bo'shabsanmi? Dadamga aytmay qo'ya qoling. Shuni ham o'ylab siqilmasinlar, iltimos. Qanaqasiga aytmay. Mayli, 1-2 kun yashirarmiz. Orifning ahvoli ham ma'lum. Keyin nima bo'ladi? 3-4 kunlik ta'tilga chiqqanman deb yuraman. Meni bilasiz-ku. Ishsiz qoladigan odamga o'xshaymanmi? Barakalla singlim. Yaxshi dam ol. Xayrli tun, akajon. Yaxshi yotib tur. Siz ham. Darrov sotibsiz-da. Qo'ysinchi, Esra, boshimni qotirma. Shundoq ham tashvishim boshimdan oshib yotibdi. Kiring. Tuzukmisiz o'g'lim? Hech narsa kerak emasmi? Yaxshiman oyijon, rahmat. Oyijon, 2 og'iz gapim bor edi. Dadamning oldilarida qattiq hijolatdaman. Qo'ysangchi bunaqa gaplarni o'g'lim. Ahvolingiz ma'lum-ku. Hali eshitmagan bo'lsangiz kerak. Murod xushxabar olib keldi. Sug'urtachilar butun zararni qoplasharmish. Rostana oyijon, qachon? 10-15 kun ichida berisharmish degandek bo'ldi Murod. Kechdan ko'ra kech deyishadi-ku axir. Bir haftada olsa bo'lmasmikin? Nima? Bir yigit qatnab yurgandi-ku, ismi Kenanmidi? Demak, unda ayb yo'q ekanda. Ha, yo'q. Bolada hech qanday ayb yo'qmish. O'sha yigit kim o'zi, nima ish qiladi? Qayoqdan bilay? Esrani aytishiga qaraganda sudxo'r ekan. U bilan nima ishimiz bor, o'g'lim? Pulni pulga urushtirgan odamdan yaxshilik chiqarmidi? Gapingiz to'g'ri, oyijon. Fikringizga qo'shilaman. Mayli, xijolat bo'lmang o'g'lim. Yotib damingizni oling, bo'ptimi? Sizlarga xalal bermay. Biror gap bo'lsa chaqirarsan qizim, xo'pmi? Xo'p oyijon, yaxshi yotib turinglar. Xayrli tun. Tinchlikmi Ayshin? Xalal bermay deyapman. Kalta yegan joylaringiz og'risa kerak. Xayr.
Og'a, ish bitdi. Aytganingizdek bolalarga ancha o'yinchoqlar oldik. Ertaga qo'llariga topshiramiz. Shunday qil, ertaga ularning bayrami. To'g'ri aytasiz, og'a. Biz ham arzimas narsa olib xursand bo'lib yurardik-ku. Birortasi sovg'a berarmikin deb intiqib kutardik. Boshimizga shunday kunlarni solgan odamlarning ta'zirini berishimiz shart. Bizni yetimxonaga nochor ahvolda tashlab qo'yganlar uyalishsin. Bolajonlar, nima ichasizlar? Choymi, qahvami? Onajon, tayyorlaning. Ertaga bayram. Bolalar uyiga borib kelamiz. Rostdanmi? Xudoga shukr, bir necha kundan beri shuni o'ylardim. Ayla bor-edi-yu, tarbiyachi bu yil pensiyaga chiqarmish. Bahonada Ayla bilan ko'rishib g'iybatlashamiz. Ha, qattiq qo'l ayol edi. Qo'rqqanimdan yuziga qara olmasdim. Lekin bizni urmaganda. Unda biror narsa pishiray. Yoniga quruq qo'l bilan bormaylik. Boshqa hammasini tayyorlab qo'yganman. Pirog pishirib olsangiz bo'lgani. Rahmat. Baraka top o'g'lim, sen ham ko'p yasha. Omon bo'ling, onajon. Og'a, advokat Esra xonim bo'yicha aytib qo'ymoqchi edim. Hamma advokatlik byurolariga tayinladim. Uni hech kim ishga olmaydi. Hammasiga o'tkazib qo'ygan joyimiz bor. Do'konning sug'urta masalasi nima bo'ldi? Buyrug'ingiz bajarildi. Sariq chaqa ham berishmadi. Xullas, hozir ularning ahvoli juda ham og'ir. Mana bu boshqa gap, Ali. Endi bemalol nishonlasak bo'ladi. Bayram muborak. Haftadan yigiti borga o'xshaydi. Guldasta jo'natibdi. Ashraf bey, xudoga shukr, uyingizga ham keldingiz. Alloh doim boshimizda soyabon bo'lishingizni nasib qilsin. Xudoga shukr, xotin. Bu sinov ham keldi-yu ketdi. Sen ham sezdingmi? Kuyovingda bir gap bor. Bechorani peshonasi sho'r ekan. Kosasi hech oqarmaydi. Alloh yo'liga xayr xudoyi qilish kerak. Ay, senga gapirib yurma. Ammo u bolada bir gap bor. Mashina urgan odam bunaqa bo'lmaydi. Jengizni boplab do'pposlashgan. Qo'ysangchi, Ashraf bey, xudo asrasin. Qayerdan topdingiz bu gapni? Bizni aldab nima qiladi? To'g'rimi? Keriman. Kuyoving seni nega yaxshi ko'rishini endi tushundim. Bobo, Hali ham uxlamadingmi shumtaka? uyqum kelmayapti. Bugun sizlar bilan yotsam maylimi? Sizni sog'inib ketdim, bobojon. Rosa sog'indingmi? Qani kelchi unda? Qo'zichog'im, o'zimni qani kelib qol. Barakalla. Bobosini sog'inib tutoychog'im. Hali ham yotmadingmi? Uyqum kelmadi. Oyi, dadamni mashina turtib ketganiga ishondingizmi? Nega ishonmasligim kerak ekan? Bilmasam. Men esa ishonmadim. Birji, uyga kelganda dadangni yuz ko'zini ko'rmadingmi? Otangni nega bunchalik yomon ko'rasan? Nega bunday qilyapsan? Hech narsa qilganim yo'q, oyi. Hamma narsa kundek ravshan. Haqiqatni ochiq aytsam, dadamni yomon ko'rgan bo'lmayman. Birji, hozir xonangga jo'na. Ertaga maktabing bor. Hali ham unga ishongingiz kelyaptimi, oyi? Mashina turtib ketgan odam shunaqa bo'ladimi? Bemorni kim qo'yib yuboradi? Yarim kechada.
Balki tan olishni istamasiz, ammo dadam Istanbulga qochgan bo'lsa ham maqsadiga yeta olmadi. Uni topishgan, bor gap shu. Birji, hozirroq xonangga bor, tezroq. Yaxshi dam oling unda. Senmiding? Sal uyqum qochdi. Bugun qaysi kasalxonaga bordingiz? Haligi oti nima edi-ya? Bilmasam, mashina turtib yuborgach boshim aylanib eslolmay qoldim. Yaramas. Meni aldashga qanday haddingiz sig'di? Yolg'onchi. Kun bo'yi qayerda yurganingizni bilmayman. Hammani laqillatim deb o'ylayapsiz, ammo meni aldolmaysiz. Otamni kasalxonada tashlab keldingiz. Bir joyga kim qo'ng'iroq qilayotgani ham noma'lum. Bizni hammaga sharmanda qildingiz. Yaqinlarim oldida sizni himoya qilaverishdan charchadim. Tushunyapsizmi? Nima qilsangiz qiling. Ammo Birja ikkimizni shaltoq ishlaringizga umuman aralashtirmang. Oxirgi marta ogohlantiryapman. Yana bir marta xato qilsangiz, ko'z yoshingizga qarab o'tirmay siz bilan ajrashaman. Qo'lingdan kelmaydi demoqchimisiz? Yo'q. Albatta keladi. Ayshen o'zi shunaqa baqirib-chaqirib tinchib qoladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Sizni himoya qilaverishdan charchadim, tushunyapsizmi? Ant ichaman, shunday qilaman. Xudo haqqi ajrashaman. Nima qilyapsan, Filiz? Ertalabgacha qolib ketmasin deb yuvayotgandim. Qolsa nima bo'ladi? Ayshin, bu nima qiliq? Idishlarni o'zim yuvaman dedim-ku senga. Men shunchaki... Nima shunchaki? Sendan so'rayapman. Sen jahling chiqib turganini bilaman, Ayshin. Shuning uchun bir-birimizni xafa qilmaylik. Bu yer meni uyim. Idishlarni ham istagan paytimda yuvaman. Eshityapsanmi? Xohlagan paytimda yuvaman. Bu yer meni uyim. O'z uyim axir. Uxlamadingizmi? Uyqum kelmayapti. Biror gap bo'ldimi? Yo'q. Ozgina charchadim. Hovlida bir narsa demoqchi edingiz. Nima gap? Arzimagan narsa. Mayli, aytavering. Yonimda bo'lganing menga kuch bag'ishlaydi. Doim yonimda yur, xo'pmi? Bo'ldi, endi uxlaymiz. Xayrli tun. Yaxshi dam ol.
Gitarani qo'yib xonani yig'ishtirib olsang bo'lardi. Bu xonada faqat men yotmayman-ku, Birji. Ertalabdan boshimni qotirma, Selen. 3 kundan beri mashq qilaman. Uylarga tezroq ko'chib ketinglar, borib o'sha yerda xo'jaylik qilasan. Musiqa ovozi eshitilib qoldi, demak tayyorsizlar. Birjini qarang. Tinchlikmi, nima gap? Xonaga kirsangiz bilasiz, oyijon. Xayrli tong. Xayrli tong. Kech qolyapsizlar, Birji. Gitarani maktabga olib bormassan? Yo'q, olib ketaman. Tanlovda qatnashmoqchiman. Qanaqa tanlov? Qo'shiqlar tanlovi. Keyinroq tushuntirib berarman. Hozir kech qolyapman. Birji qizim, xonani yoyib ketishinglar menga yoqmayapti. Selen bilan kelishib yig'ishtirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Xo'p, yanga. Eshitaman. Filiz, ishlarim bor edi. O'shalarni hal qilib yuribman. Nonushtaga kutmanglar deb qo'ng'iroq qilyapman. Ha? Yo'q, narsa yeb oldim. Bo'pti. Ko'rishguncha azizam. Xush kelibsiz, Ashraf usta. Xushvaqt bo'l. Xudo shifo bersin usta. Xush Rahmat. kelibsiz. Usta. Xush kelibsiz. Baraka top. Xush kelibsiz, usta. Xushvaqt bo'l, o'g'lim. Bu yer bir vaqtlar mo'jazgina poyabzal do'koni edi. Asta-sekin kengaytirib, yoniga ustaxona qurdik. Xotirjam bo'linglar, bolalar. Nasib etsa yana avvalgidek qurib olamiz. Muhimi aqlligimiz yo'qolmasin. Hamisha yoningizda bo'lamiz, usta. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Rahmat. Unda boshladik, yigitlar. Vaqt o'tmasin. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Ketdik, bolalar. Tezroq qimirlaylik. Afsuski, garovga narsa olmasdan kredit bera olmaymiz. Kechki ovqatga biror narsa olaymi? Yo tavba, nima ekan u? Piyozning hidini yoqtirmasding-ku. Shunga yo'l-yo'lakay tayyor narsa olsammikin deyapman. Shunaqami? Kechki ovqatni bugun o'zim tayyorlayman. Oq bilak rafiqam ovqat pishiradilarmi? Hali uyaltirib qo'yaman. Unda kiyimlarni dazmol ham qilarsan? Dazmol? Ha. Narsa bo'lsa, albatta qilaman. Unda kir idishda bitta ko'ylagim yotibdi. Istasang qo'lda, xohlasang mashinada yuv. Ixtiyoring, xo'pmi? Kechqurun hamma gaplaringizni qaytarib olasiz. Filmni bilasiz, to'g'rimi? Bilaman, azizam. 3 kishilik bo'lsin. Kesatishni ham boplaysizda. Ko'rgazmaga ketayotganingni uydagilar bilishadimi? Aytganman. Guldastani kim yubordi deb so'rasammikan? Qo'ysangchi bola, senga nima deb bobillab beradi. Ko'rinishidan juda uyatchan yigitga o'xshaydi. Kiring. Yaxshi dam oldingizmi, o'g'lim? Tuzg'imisiz? Ancha yaxshiman, oyijon, rahmat. Istasangiz yeyishga biror nima tayyorlab beraman. Yo'q, rahmat, qornim to'q. Gap bunday. Men sizni yaxshi ko'raman, buni bilasiz. Bitta iltimosim bor. Hayotingizni bir izga solsangiz bo'lardi. Ya'ni ishga kirsangiz. Ko'p pul topishingiz shart emas, shunchaki biror ishni boshidan tutsangiz degandim. Qarabsizki, qizingiz bilan xotiningizni oldida hurmatingiz oshadi. Tog'dek bo'lib turasiz. Gapingiz to'g'ri, oyijon. Katta rahmat. Yaxshi. Endi biroz dam oling.
Shoshmay, Feliz qizim. Ro'yxat tayyormi? Ha, tayyor. Istasangiz ko'ring. Qani? Pomidor, kartoshka, piyoz. Juda soz. Hammasini yozibsan. Barakalla qizim. Haligi Ayshen, Feliz bozorga ketyapti. Biror narsa kerakmi? Yo'q, oyijon, rahmat. Bugun shaharga tushaman. Zarur narsalar bo'lsa o'zim olib kelaman. Mayli, ixtiyoring. Bora qol qizim, bozoringni bersin. Ko'rishguncha. Yaxshi borib kel. Feliz bilan orangizda gap qochdimi? Yo'q. Biror narsa dedimi? Yo'q, hech narsa demadi. Iltimos qizim, endi o'zimizga kelganimizda yana muammo chiqmasin. Bu uyda faqat men muammo chiqaraman, to'g'rimi oyi? Topgan gapingni qara, unaqa deganim yo'q-ku. Yur, birga qahva ichamiz, qani? Yur. Xo'p. Ko'ryapsan, Ali xursandligini qara. Bo'lmasam chog'a. Isming nima? Kenan. Nega o'rtoqlaringning yoniga bormay yolg'iz o'tiribsan bu yerda? O'yinchoqlar yoqmadimi? Sovg'alar menga yoqmadi. Yaxshi. Unda senga boshqa narsa olib beramiz. Oyimni olib kelish qo'lingizdan keladimi? Iye, Cengiz, qayerga ketyapsiz o'g'lim? Yo'l bo'lsin. Oyjon, ozgina ishlarim bor edi. O'g'lim, ish toping deganimda shu topda chiqib qidirishni nazarda tutmovdim. Ishi bo'lmasa chiqmasdi oyijon. Demak, soppasoq ko'chaga chiqisi kelib qolgan. Joni qattiq uni. Aridek chaqadi. Sevgimiz darrov oyoqqa turg'azdi. Mayli, ko'rishguncha azizam. Yaxshi qoling oyijon. Bo'pti, bora qoling o'g'lim. Yo'ldan o'tayotganda ehtiyot bo'ling. Oyijoning gapingiz to'g'ri. Uni yolg'iz ko'chaga chiqarmaslik kerak. Shundaymi? Xuddi shunday bolajonim, tezroq bo'la qol, ortidan bor. Bora qol qizim. Ko'raylik-chi, nimalar qilib yuribsiz, Cengiz bey?
unchalik qiyin emas ekan Korif bey. Charchamayapsizmi, dada? Rahmat o'g'lim, yaxshi. Bormanglar. Salomat bo'ling. Voy, nima qilyapsan? Ehtiyot bo'l. Kechirasiz. Mendan uzr so'rama. Boshqa qaytarilmaydi. Qo'l uchida ish qilmanglar. Har bir ishni odamga o'xshab bajaring. Orqangizdan men to'g'rilab yurmay. Labay Filiz. Azizim, tikuvchi Dariman qo'ng'iroq qildi. Pardalar bitibdi, ertaga olib kelarmish. Kechqurun pul olib kelsangiz degandim. Hozir bizga shu kerakmi, Filiz? Aytib qo'yay deb qo'ng'iroq qilgandim-da. Bu yerda olmaxondek tinim bilmayapman. Katta do'kon yonib ketsa-yu, Filiz xonimni faqat parda bilan uy qiziqtiradi. Iltimos, jahlimni chiqarma, Filiz. O'g'lim, senga nima bo'ldi? Tinchlik, hech gap. Unda nega odamlarga baqiryapsan? Filizni xafa qilyapsan. Parda olsa nima bo'pti? Haqqi yo'qmi bunga? Dada, iltimos, siz aralashmang. Nima qilishni o'zim bilaman. Aybga buyurma o'g'lim. Kechirasan. Salom Filiz opa. Yaxshimisan Turjon? Opajon, haligi ertalab Murod og'a meni noto'g'ri tushunganga o'xshaydi. Qaniydi yordam berish qo'limdan kelsa, bilasiz-ku, bankning o'ziga xos qoidalari bor. Kam pul bo'lsa ham mayli edi. 100 ming lira kredit berish uchun garov talab qilinadi. Unga vaziyatni tushuntirdim. Garov bo'lishi shart deb. Xo'p, Murod bilan gaplashaman. Ko'p ham xijolat bo'laverma. Yaxshi qoling. Omon bo'l Turjon. Yana qanaqa kredit? Darsdan keyin ishing yo'qmi? Kinoga tushsak degandim. Boshqa kuni tushsakchi? Bugun ozgina ishim bor edi. Mayli. Nima ekan o'sha sirli ish? Hech qanaqa sirli ish yo'q. Umid Qoraxonli shu yerdami? Menmi? Marhamat, bu sizga. Ismi bormi? Yo'q. Umid, aytgandim-ku, kimdir seni qattiq sevib qo'ygan. Har kuni guldasta jo'natyapti. Juda oshirib yubordi endi. Shartmidi shu? Munosabatlari jiddiyga o'xshaydi. Salom do'stlar. Uzr. O'sha bolaning ota-onasini top. Ayt, uni olib ketishsin. Oylik maosh ham tayinlab qo'y. Xullas istagan narsalarni olib ber. Odamga o'xshab oilasi bag'rida ulg'aysin bola. Xo'p bo'ladi, og'a. Kinanbey bilan uchrashmoqchi edim. Uchrashuv belgilanganmi? U kishiga Ashraf Qoraxonlining kuyovi Jengiz Qoya keldi desangiz bo'lgani. Bir daqiqa janob. Ashraf beyning qiziga bugun ham guldasta yubordim. Kenanbey, Jengiz Qoya keldi. Ashraf Qoraxonlining kuyoviymish. Aytib ko'ringchi dedi, qabulingizga yozilmagan. Kiraversin.
Jengizqoya. Xush kelibsiz. Marhamat. O'lchamlarni oldingmi, o'g'lim? Ha, dada, oldim. Yaxshilab hisoblab ko'raychi, qancha mablag' ketarkin. Keyin sizga aytaman. Mayli, hisoblab ko'r. So'ngra cho'ntagimizga qarab ish tutamiz. Xo'p, xotirjam bo'ling. Menga javob. Xudo quvvat Rahmat. bersin. Eshitaman, Filiz. Xo'p, hozir boraman. Meni esladingizmi yo'qmi? Kasalxonada ko'rishgandik. Esladim, qulog'im sizda. Ochig'ini aytaman. Menga shu hafta naqd 100 ming lira kerak. Puldan ozgina qiynalib qoldim. Uydagilarni bezovta qilgim yo'q. Xo'sh, aslida bu yerga hamkorlik qilsakmikin deb kelgandim. Hozir aytganimdek puldan sal qiynalib qoldim. Xudo xolasa, nasib etsa, belgilangan muddatda pulingizni foizi bilan qaytarib beraman. Sizga nega ishonay? Yetmaganiga pul so'rayapsiz? Pul bergan hamma odamingizga ishonasizmi? Bizni ham o'ziga xos uslubimiz, yuristlarimiz, advokatimiz bor, manfaatlarimizni himoya qiladigan kimligim tayin, yashash joyim aniq. Ochig'ini aytaman, Jengizbey. Siz bilan ishlashni istamayman, Jengizbey. Yo'q, bu ishdan ancha foyda ko'rardingiz, Kenanbey. Mo'maygina daromad qilardingiz. Tushuntira olmadim shekilli. Yana takrorlayman, siz bilan ishlashni istamayman. Meni ma'zur tutasiz, ishlarim ko'p. Sizga javob. Kelishib olamiz degan umidda edim. Nachora. Yaxshi qoling. Buning bir muammosi borligi aniq. Bir surishtiruvchi nima ekan? Xo'p bo'ladi, og'a. Endi nima qilaman? Labay og'a. Birinchi kun ishlar qalay? Xotirjam bo'ling og'a. Bir haftada yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Ayshin, bu yerda nima qilyapsan? Xuddi shu savolni sizga bermoqchiman, Jengiz. Bu yerda nima qilyapsiz? Seni ranjitmoqchi emasdim.
Oxirgi paytlarda asabim charchadi. Ma'zur tutasan. Sug'urtachilar zararni qoplashmadimi? Shu bois kechadan beri siqilyapsiz. To'g'risini ayta olmadingiz. Pul berishmagani haqida ham churq etmadingiz. O'zim hal qila olaman deb o'ylagandim. Afsuski, epla olmadim. Hammadan ko'nglim qoldi. Ayniqsa o'zimdan. Kredit olish uchun bankka borgandim. Talablari juda ham ko'p ekan. Dadamni ham ranjitdim. Ha deb aralashavermang endi deb qo'pollik qildim. Shuncha yukni bir o'zim ko'tarib yurganim hech kimga shu paytgacha dardimni ayta olmaganim og'irlik qildi, Filiz. Murod, men umr yo'ldoshingizman. Axir bu faqat sizning yukingiz emas-ku. Bizning yukimiz. Hammamizni. Butun oilamizni. Agar kredit uchun garov qo'yish kerak bo'lsa, shu uyni qo'yishimiz mumkin. Iloji yo'q. Bu yer seniki. Otangdan meros. Hozir buni nima ahamiyati bor? Bu bizning uyimiz. Bizniki, hammamizniki. Garovga qo'ygan taqdirimizda ham bemalol kelib yashasak bo'ladi. Unutmang, barchasi iziga tushadi. Filiz, ko'ndirishga urinma, baribir rozi bo'lmayman. Oilamiz uchun qilamiz bu ishni. Hech kimga aytishimiz shart emas. Faqat siz va men bilamiz xolos. Bu sinovdan birgalikda o'tamiz. Aslo tushkunlikka tushmang, xo'pmi? Sirayam. Cengiz, chindan ham bu yerga suhbatdan o'tish uchun keldingizmi? Aytyapman-ku, Ayshan, senga syurpriz qilmoqchi edim. Hamma ish bitgach, sendan suyunchi olmoqchi edim, azizam. Sizlarni Izmirdan Istanbulga bekorga olib kelmadim-ku axir. Mayli. Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Yonimda bo'lsang, bir joyim og'riyapti deb noligan nomard. Xo'sh. Mashina turtib yuborgani rostmi? Chindan ham mashina turtib yubordimi? Yo'q, aslida kecha ikkita barzangi meni rosa do'pposlab postagimni qoqdi. Shunday deyishini kutyapsanmi, Ayshan? Seni aldab nima qilaman? Nega menga ishonmaysan? Avtohalokatga uchradim, tushunardingmi? Bor gap shu. Suhbat qalay o'tdi? Ishga olisharmishmi? Bir qarorga kelishgach, o'zlari qo'ng'iroq qilisharmish. Birje bilan gaplashdingmi? Yo'q. Ertalab gitarasini olib ketgandi. Qandaydir konsertni tanlovimi bo'larmish. Shunaqa deyotgandi. Ayshan, bu yer Izmir emas. Qiz bola narsa katta shaharda yolg'iz yuribdimi? Tavba.
Shu yerda repetitsiya qilamizmi? Xo'sh, yoqdimi senga? Olmayapti. Mayli, dadangdan xafa bo'lib yuraverchi. Juda zo'r ekan u. Bolalar, tezroq qo'shiq tanlashimiz lozim. Ha, mo'ljallab qo'yganman. Nazarimda albatta qo'limizdan keladi bu. Tanlovga yangi qo'shiq bilan qatnashamiz. Gapni ham olasan-da, sen aytishing bilan ilhomim keladi. Hamma narsaning yo'lini topsa bo'ladi. Ko'p narsalarga qodirmiz. Labbaychingiz pochcha. Selen, birjaga tusha olmayapman. Telefonini o'chirib qo'ydi. Yonimda. Hozir qahvaxonaga kelgandik. Birja sahnada, shunga ololmagandir. Qanaqa qahvaxona? Qanaqa sahna? Qayerda joylashgan? Birga kelishimizni hech kimga aytmagandim. Noto'g'ri tushunishmasin deb. Ha, albatta, yaxshi qilibsan. Gapni ham oladi-da. Yaxshi qilibsanmish. Mayli, sal orqaroqda yura qoling. Demak, guldasta jo'natgan odam ancha rashkchi. O'zini nariroq tortib yuribdi. Qoyil. Vaqti kelganga o'xshaymiz. Hech qisi yo'q. Biroz aylanib turamiz. Bahonada nimalar namoyish etilayotganini yaxshilab bilib olamiz. Mabodo kelajakda shu sohada ishlashni istasang, hozirdanoq tanish orttirishing lozim. Qani ketdik. Frat azizim, keldingmi? Sen chaqirasan-u kelmaymanmi, qizaloq? Juda ochilib ketibsan. Hammasi joyida, tinmay harakat qilyapman. Seni ham ko'rinishing chak emas. Katta rahmat iltifotingiz uchun. Bu kishi kim bo'ladilar? Sevgilimi? Haligi Umut. Qo'shnim. San'at fakultetida o'qiydi. Shu bois birga keldik. Demak, ustozisan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Selin xonim, bir daqiqaga mumkinmi? Qahva ichib turinglar, hozir kelaman. Yaxshi. Bir daqiqa, qahva keltiraman. Geri gelecek misin? Günahın neyse onu bilelim. Sevebilecek misin nefret gibi beni, yoksa orada kal bebeğim, belki de sana göre değilim. Sen girdin hayatıma çarparken oralarda, buradaki kalbimdi kanayan. Vazgeçtim aklımdan, eşimden, dostumdan, alay eder oldum sancımla. Hüzünlerini de al yanına, ne olacak yanacaksan benimle yan, benimle yan. Çok mu şaşırırsın cehenneme kar yağdırsam benimle yan, benimle yan. Hüzünlerini de al yanına, ne olacak yanacaksan benimle yan, benimle yan. Ölüm gibi acıtır seni yeniden doğduğun an. Koyamadın ismini, çığlıklarını duyar gibiyim. Kelebeğin etkisi, belki de aşk belirtisi, bilir kişi bile eskidi. Sen mi deli, ben mi? Sen girdin hayatıma çarparken oralarda, buradaki kalbimdi kanayan. Vazgeçtim aklımdan, eşimden, dostumdan, alay eder oldum sancımla. Hüzünlerini de al yanına, ne olacak yanacaksan benimle yan, benimle yan. Çok mu şaşırırsın cehenneme kar yağdırsam benimle yan, benimle yan, benimle yan, benimle yan.
Xush kelibsizlar. Tabriklayman. Rahmat. Qani o'zimga kelchi. Oyijon, endi shu yerda ishlayman. Gaplashib hammasini kelishib oldik. Maktabing nima bo'ladi? Ikkalasini ham eplayman. Qo'shiqlar tanlovi ham bor. Uni ham bemalol uddalayman. Keta qolaylik endi. Xo'p, hozir narsalarni yig'ishtirib olaylik. Mayli qizim. Bir narsa so'rasam maylimi? Ana u qiz kim? Taniysanmi uni? Ismi Umut. Firatni do'sti. Qahva. Katta rahmat. Orqangdan shuncha qiz yugurib yurganda menga qiyo boqarmiding? Mayli, ixtiyoring. Umut. Zerikib qoldingmi? Yo'q, shunchaki tomosha qilyapman. O'zim ham hozirgina tanishdim. Biror gap bo'lganga o'xshaydi. O'rtog'ingiz tinmay biz tomonga qarayapti. Birga kelganimiz yoqmadi shekilli. Yo'q, nimalar deyapsan? Reklama kompaniyalarining biriga taklif qilsak bo'lar ekan. Xo'sh, nima deysan? Ehtimol rozi bo'lar. So'rab ko'rish kerak. Nazarimda hali boshqa joyga chaqirishmagan. Undan ham xabarim yo'q. Selin, bizni tanishtirib qo'ymaysanmi? Mayli, yura-qo'y, tanishtirib qo'yaman. Xo'p. Umut, boshingga baxt qushi qo'ndi. Erxanbey yirik reklama agentligining vakili. Tanishganimdan xursandman. Anchadan beri turk ayoli timsoli bo'lgan yangi qiyofalarni izlab yurgandik. Model biznesi moviy ko'zli, yevropaliklarga o'xshash qiyofalardan charchadi. Xonim, sizning chehrangiz millatimiz ramzi bo'lishga to'la haqli va ma'sum. Ma'zur tutasiz, ammo maqsadingizni tushunmadim. Erxanbey seni kompaniyamizning chehrasi timsoli etmoqchi. Istasangiz tasvirga olish ishlarini shu mavsumdan boshlaymiz. Tabiiyki yo'q demasangiz. Haligi bunaqa niyatim yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat. Shoshilinch qarorga kelmang. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Qo'ng'irog'ingizni kutaman. Umut, bunaqa imkoniyat insonga hayotda bir marta beriladi. O'rningda bo'lsam yo'q demasdim. Anchagina pul ishlab olasan, boz ustiga mashhur bo'lib ketasan. Tushunarli, lekin bunaqa ish qilish niyatim yo'q. Qanaqa janjallarda qatnashaman? Qanday badjahl insonlar bilan muomala qilaman? Siz esa meni uy ishlari bilan qo'rqitmoqchi bo'ldingiz, Zaorif bey. Eshitaman, Kenan bey. Qo'ng'iroq qilib uzr so'rashingizni kun bo'yi kutdim. Sizga o'xshagan malakali advokat shunday qilishi lozim. Xulosa chiqdi. Hammasi oydinlashdi. Ochig'i meni qattiq ranjitdingiz. Jilla qursa uzr so'rab qo'ysangiz bo'lardi. Sal oshirib yuborgan bo'lishi mumkin. Ammo o'sha tobda o'rnimda boshqa odam bo'lganida ham shunday xayolga borardi. Hali ham uzr so'ramadingiz. Sizni nohaq ayblaganim uchun ma'zur tutasiz, Kenan bey. Jahl ustida ishdan ham ketdingiz. Endi g'irt bekor o'tiribsiz. Istasangiz taklifimni qabul qiling. Birga ishlaylik. Kenan bey, shu tobda ishim boshimdan oshib yotibdi. Qarorimni o'zgartirganim yo'q. Yaxshi qoling. Taklifimni albatta qabul qilasiz, Esra xonim. Bunga ishonchim komil. Esim qursin. Hozir yig'lab yuboraman. Selim bilan tanishganing yaxshi bo'ldi.
Bu sohada nufuzli do'stlaring qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bir chekkada to'xtat. Rasmlaringni ham albatta ko'rsataman. Balki ular ham yoqar. Selin 10 yillik o'rtog'im, singlimdek bo'lib qolgan. Hayotda ancha sinovlardan o'tdi. Yo'lidan ko'p to'siqlar chiqdi. Ammo sira chekinmadi, faqat olg'a intildi. Yaxshi qizga o'xshaydi. Ha, juda ham mehribon. Umid xonim. Sizni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim. Qachon yana uchrasharkimiz deb kutayotgandim. Yoki mendan ranjidingizmi? Uchrashmasak yaxshiroq bo'lardi. Ashrabek qalay, ancha tuzukmi? Otamning ahvoli sizni umuman qiziqtirmasin. Ijozatingiz bilan. Ketdik. Shoshmang. Kim o'zi bu odam? Kasalxonada xafa qildimmikin deb har kuni universitetga guldasta jo'natgandim, hurmat ramzi sifatida. Ammo siz hamon qo'pollik qilyapsiz, yaxshi emas. O'sha odam sen ekansan-da. Boshqasidan kutayotganmidingiz? Guldastalaring boshingda qolsin. Agar yana bir marta yuborsang, gullaringni o'zingga yediraman. Unutma shuni. Umut. Kim bu odam? Nega senga gul jo'natadi? Sizga hisob berishim shart emas. Uyga ketyapman. Ko'rgazma nima bo'ladi? Ko'z uchib turgan bo'lsa o'zingiz boring. Hali albatta ko'rishamiz, qora ko'zim. Meni aytdi dersan. Azizam, oq kiyimlarni ranglilariga qo'shib yuvsan-da. Ozgina adashgan bo'lishim mumkin. Qanaqasiga ozgina adashasan? Yaxshi ko'rgan futbolkamning ahvolini qara. Oyi, ko'ylagim. Asal qizim, qo'y uni. Senga boshqa chiroylisini olib beraman, xo'pmi? Qani o'tirchi. Telefonda gaplashayotgandim. Iltimos, menga unaqa qaramanglar. Bu meni ilk ish kunim. Dadajon, siz uyda qolib oyim ishlasinlar. Multfilm ko'rishimga ham ruxsat bermadilar. Endi kuniga 1 soat ko'rasan. Dada, iltimos. Qizim, ming afsus. Kechki ovqat ham keldi. Kechki ovqat? Buyurtma bergandim. 3 xil ovqat qilmoqchi eding-ku, nima bo'ldi? Sal kuyib ketdi. Oyim ovqat qilishni bilmaydilar. Qizim, onang hech narsani eplolmaydi. Istanbulda yomg'ir yog'yapti. Bobojon, nega ob-havo ma'lumotini o'qiyapmiz? Quyosh chiqib qolsa biroz isinib olarmidik. Gazetada o'qiydigan boshqa narsa qolmadi. Faqat baxtsiz hodisalar haqida yozishadi. Unda jurnaldagi yangiliklarni o'qib beraymi? Aql o'rgatmay borib qarachi. Dasturxon tuzab bo'lishganmikin. Qani? Bobojon, yuring multfilm ko'ramiz. Nega to'satdan multfilmlar qoldi? Xafaga o'xshaysiz. Multfilm ko'rsangiz kayfiyatingiz ko'tariladi. Men ham rosa kulardim. Bo'pti, bor. Televizorni qo'y. Hozir men ham boraman. Birga tomosha qilamiz. Menga guldasta jo'natishga qanday hadding sig'di?
esing joyidami Umut? Nega o'zidan o'zi senga gul yuborsin? To'polonda sug'orishni unutibman. Menga bering. Bu hayot o'g'lim. U na asabiylashadi, na shoshadi. Bog' deyarli quribdi. Qishda tartibga keltirib qo'yaman. Mana ko'rasan. Xo'p, dada. Dada. Sizga unday demoqchi emasdim. Bilaman. Oilamizning chinorisiz. Maslahatlaringiz, nasihatlaringizga muhtojmiz. Sizga aralashmang deb nodonlik qildim. Siz aralashmasangiz kim aralashadi? Aybga buyurmang. Kechiring meni. To'g'ri, ranjidim, lekin unutdim. Xijolat bo'lma, o'g'lim. Biz ota-bolamiz. Ammo Filiz uni sira ham xafa qilma. Oilamizni o'ylab tinim bilmaydi bechora. Boshqa qaytarilmaydi, dada. Bejizga xavotirlanayotgani yo'q. Chunki alohida uyga ko'chmoqchi. Undan uzr so'ra, ranjib yurmasin tag'in. Xo'p. Dada. Yuring. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Men hozir. Nima bu, o'g'lim? Bobomdan qolgan merosni ortga qaytarish imkonsiz. Jilla qursa shu xotira bo'lib qolsin. O'g'lim, rahmat. Kredit berishadimi? Muammo chiqmaydimi? Albatta berishadi. Shu bois ertalabdan kelib ko'rdim. Turjan iltimos qilgandi, shoshilinch deb. Hujjatlarni rasmiylashtirish qoldi xolos. Nasib etsa, bugun soat 5gacha kreditni olasiz. Shunaqa tezmi? Qadrdonlar omon bo'lsa, ish tez bitadi, yanga. Turjan qo'ng'iroq qilib chaqiradi. Hozir borib hujjatlarni topshiraman. Baraka topinglar. Katta rahmat. Yaxshi boring. Yaxshi qoling, yanga. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'l. Pardalar bitdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Ilib ko'raylikchi, qalay turar ekan? Shoshmang, qo'yavering, o'zim bilaman.
Yo'q, o'z qo'llarim bilan ilaman. Ko'rishim kerak, chunki rosa mehr berdim. Kira qoling. Qani. Umut, xonani bir ko'rishing kerak. Tinchlikmi, nima gap? Yur. O'zini kim deb o'ylayapti bu? Buncha chiroyli gullar. Qani edi meni ham kimdir shunaqa sevsa. Ol, senga berdim. Solih akaga ayt, gullarni yig'ishtirib olsin. Boshqa umuman kiritmasin. Hozir bir joyga borib kelaman. Qayerga bormoqchisan? Melis, iltimos mashg'ullik qilaverma. Iltimosimni bajar. O'rnimga imzo qo'yishing ham mumkin. Do'stlar, iltimos, sizlar ham chiqib turing. Iltimos. Yana bir marta yuborsang, gulingni o'zingga yediraman degandim. Yaramas. Baraka toping, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Chiroyli chiqibdi. To'g'ri, o'zimga ham yoqdi. Yaxshi kunlarda tutinglar. O, qo'lingiz dard ko'rmasin. Chiroyli chiqibdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. Marhamat, oling. Shoshmasangiz ham bo'lardi, juda soz. Katta rahmat. Sizga rahmat. Yaxshi qolinglar, ko'rishguncha omon bo'linglar. Omon bo'ling, xonim. Birinchi buyum keldi. Nasib etsa qolgani ham kelib qolar. Bugun bankdan kredit berisharmish. Turjan shaxsan shug'ullanayotganmish. Ekspert xulosasi chiqsa bo'lgani. Filiz, rostini aytsam, men Xudoning suyukli bandasiman. Sendek oqila ayolni menga juft qildi. Juda ham xursandman. Azizam, go'zalim, qadrdonim. Seni juda ham sevaman. Men ham sizni. Filiz kelmadimi? Pardalarni ko'rgani ketgandek-ku qizim. Rostdan ham ko'chib o'tishmoqchimi? Ha, so'rama. Hali ham bu qarorlariga ko'nika olmayapman. Nima qilishga ham hayronman. Xavotirlanmang. 2 ko'cha nariga ko'chib o'tishadi. Ha, shuni ayt. Filiz qizim, keldingmi? Keldim, oyijon. Hormanglar. Salomat bo'l qizim. Pardalar ko'nglingdagidek chiqibdimi? Ha, yaxshi chiqibdi. Juda soz. Uyni ko'rkini mebel bilan parda ochadi-da. To'g'ri aytasiz. Ayshin oyni yuvayotgan bo'lsa, men kirlarga qaray qolay. Birje bilan Selen qaytishgach xonalarni yig'ishtirib qo'yishar, yoyilib yotmasin. Yig'ishtirishadi, xotirjam bo'l. Filizning buyruqlarini so'zsiz bajarishimiz shartmi? Yomon gap aytmadik-ku qizim. Ayshin, shoshma qizim. Qo'yavering. Janjal chiqmasin bolam. Filiz, iltimos, o'zingni bosib ol. Juda bilag'on bo'lsang ham, xo'pmi? Ayshin qizim, uyat bo'ladi. Ishimiz tezroq bitsin degandim. Yomon niyatim yo'q-ku, Ayshin. Yo'q, sen unday qilma, bunday qil deyverasan. Nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Sezmayapsanmi? Doim bitta masala ustida tortishyapmiz. Uyingga ko'chib o'tganingdan keyin bilganingni qilasan, istaganingcha yashayverasan. Bu uy esa hammamizniki. Qizim, asabiylashib turibdi. Gaplarni ko'nglingga olma.
Shuncha oynani artish shartmidi? Yana har hafta. Ko'nikib ketasan hali. Bekor aytibsan, ikki dunyoda ham ko'nikmayman. Birje? Nima? Sevgan yigiting bormi? Topgan gapingni-chi. Shunchaki qiziqyapman-da. Bor edi, ammo hozir unaqasi yo'q. O'zingda-chi? Hech kimni yoqtirmaganmisan? Nega endi? Bittasi bor. Men taniymanmi? Bizni maktabdan birortasi yoqdimi? Ha, bittasi bor, ammo oldin sen aytasan. Hozircha hech nima deya olmayman senga. Hali erta. Aniqroq bo'lib qolsa aytarman. Tortinma, aytaver. Bo'pti. Okan ozgina yoqadi. Yaxshi bola. Bu gap oramizda qolsin, xo'pmi? Labbay. Salom azizam. Yaxshiman, rahmat. O'zing qalaysan? Chiqdimi? Xudoga shukr. Bo'pti. Unda Murodga qo'ng'iroq qilaman. Birga boramiz. Mayli azizam, rahmat. Alo dadasi, hozir bankdan qo'ng'iroq qilishdi. Pul hisobimizga o'tibdi. Yechib olsak bo'larmish. Hozir boraman. Soat 4 da ko'rishamiz. Xayr. Yanga? Sug'urta kompaniyasidan qo'ng'iroq qilishdimi? Ha, pul hisobimizga tushibdi. Dada. Yoqimli ishtaha. Zudlik bilan ketishim kerak. Sug'urta kompaniyasi pulni bankka o'tkazibdi. Juda tezlashib ketibdimi? Baraka topishsin. Borib yechib kela qol. Erta-indin dam olish kuni, banklar ishlamaydi. Dastlab hamma qarzlarimizni to'laymiz. Odamlar kutib qolishmasin. Xo'p bo'ladi. Xudo quvvat bersin. Yaxshi qolinglar. Nega yaxshi gapni tushunmaysan? Boshqa gul jo'natma degandim-ku senga. Jahlingiz chiqsa yana ham ochilib ketarkansiz, xonim. Bunisi endi oshib ketdi. Qo'yib ol qo'limni. Qo'yib ol. Quloqingga qo'yib ol. Mendan nariroq yur. Murod, qattiq hayajonlanyapman. Shuncha pul bilan ketayotganimizda birortasi tashlanib qolsa nima qilamiz? Vahima qilma, Filiz. Uyimiz 2 ko'cha narida. Boraver azizam. Oq yo'l. Aytishga oson. Shuncha pul bilan hech qachon yurmaganman-da. Bu yerdan to'g'ri uyga bor. Pulni dadamning javoniga qo'y. Do'konda zarur ishlarim bor. Xo'p. Filiz, ehtiyot bo'lib ket. Shunaqa deyaversangiz, uyga qanday ketaman axir? Qo'rqadigan narsa yo'q, azizam.